Assalomu alaykum, hurmatli ustakalar, hormaysizlar, charchamayapsizlarmi? Hammani o'tgan yangi yil bilan tabriklayman yana bir bor. Xudo xolasa mana biz bugundan ishni boshladik. Xudo xolasa mana tovarlarimizni ham hammasini olib kelib qo'ydik. Yangi mahsulotlarimizni ishlatib, sinovdan o'tkazib, hammasini ko'rib, tekshirib, mana abrazislarni ham chiqarib qo'yganmiz. Endi sekin Xudo xolasa mana abrazislarni ham chiqarib qo'yganmiz. Ishlashga ham oson. Blisklari, kачествоsi juda yaxshi. Sifati zo'r. Mana. Har xil fasonda qilsangiz bo'ladi. Ustani o'ziga bog'liq bu. Xohlagan fasonda tez chiqadi. Unaqa odamni qiynamaydi. Qumli, qumsiz hamma variantdan bor. Xudo xolasa 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. Mana shunaqa dekorativniy narsalar dekorativ narsalar sotadigan akalar, ukalar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsa, xudo xolasa optim narxlarda, dilerskiy narxlarda chiqarib beramiz. Keyin 12 ta viloyatga ham dastavkamiz, besplatniy dastavkamiz 12 ta viloyatga. Xudo xolasa o'zimizning Buxorodagi filialimizga ham, Xorazmga ham, Umid Shogirdning do'koniga ham hammasiga ertandan xudo xolasa yetkazamiz. Mana yangi mahsulotni bir ishlatib, sinab ko'ringsizlar. Men o'zim sinovdan o'tkazdim. Haqiqatan zo'r, kачествоsi ham zo'r, ishlanishi ham oson. Hamma mahsulotdan bor akalar. Yetkazib berish besplatniy. 12 ta viloyatga dastavka bor. Aloqaga chiqasizlar. Aziz dekor. Bosingizlar ustakalar. Assalomu alaykum ustakalar, hormaysizlar, charchamayapsizlarmi? Hamma tinchmi? Xudo xolasa mana Termizdagi obyektimiz. Devorga Marshall emulsiyalarni urganmiz. O'sha devor rangiga moslab, maylarni insenka qilib berganmiz, chiroyli qilib. Mana insenkalarni 5 ni qilib berdik. Xudo xolasa klientimizga yoqdi, uydagilarga, xazayinga. Devorlarimiz emulsiya bo'lgan. Chotki emulsiya bo'yishi. Yo'q, ochmanglar eshik. Lo'lo, chili. Ana, ishlatgan. Olursa. Yo'q, shukurga emas. Bizda avtomobillar ishlatiladi. Mashinalar tonirovka qilamiz.
Aziz aka, bu qaysi mahsulot? Assalomu alaykum, ustakalar, hormaysizlar. O'zimizni, shaxsan o'zimni yangi mahsulotim mayda xuniyat pechenka. Mana abrez ko'rdik, mana chiroyli abrez qilyapmiz. Ishlashlari, hamma narsasi joy-joyida. 1 kilosi 6-7 kvadrat ketadi. Narxlari ham bu. Aziz aka, bu qaysi mahsulot? Assalomu alaykum, ustakalar, hormaysizlar. O'zimizni, shaxsan o'zimni yangi mahsulotim mayda xuniyat pechenka. Mana abrez ko'rdik, mana chiroyli abrez qilyapmiz. Ishlashlari, hamma narsasi joy-joyida. 1 kilosi 6-7 kvadrat ketadi. Narxlari ham bu. Ayo. Bo'ladi buni, lekin faqat mayda oddiy shortlarga nisbatan ozgina xakturniyroq, grubiyroq bo'ladi. Keyin bitta plyus tomoni o'ta oppoq chiqadi, masalan, shortga o'xshab bejviylashib qolmaydi, oppoq chiqadi. Keyin buni faqat mayda devorga klassika qilishda sizdan bo'ladi, klassikaga. Keyin bu baribir bagatliroq, zarliroq bo'lib turadi, sen artbetonga nisbatan. Baribir artbeton ancha sodda narsa-ku, buni ustida yana ishlov berish kerak, gaz berish kerak. Buni просто o'zini ishlaysiz, buni ham zarli bo'lib chiqadi. So'rilib ketmaydi ham ular proporsiyaga. Keyin qo'shimcha qilib o'tamiz. Bu tiyagalariga sepsa juda chiroyli chiqadi. Tiyagalari masalan stiklari, o'zidagi pateralari, miniatyuralar bo'ladi, va qo'l mehnati emas bo'ladi. Shu tiyagaga sepsa 2 kilo shpagilovka tortasizlar, chorqini najdaylab turib, undan keyin 1 kilo emulsiya uriladi. Emulsiyani yaxshi sinovsizlar, faqat hali mayda
chiqib ketmaydigan bo'ladi-ku, yo'l yaxshi yursa bo'ladigan bo'lsa ishlasang yaxshi. Bo'lmasam emulsiya yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa ishlagan paytlaring bir maxfiylashtirib qo'yadi. Erigan hisobiga birlashib ketadi. Kamida 3-4 kun ketib qoladi. 3 kun ketadi, keyin kamida tayyor bo'lguncha quyoshlashib ketadi vaqtda. Agar kelib sepganda tagi juda idealni bo'lishi kerak. Endi o'rtacha 1 kvadratga suv kelib, sirasi keyingi odam masalan yaxshi ketaveradi. Endi havoni haroratiga ham qaraysizlarda, yozgi kunida bo'ladigan bo'lsa, o'zi tezroq. Masalan, yozgi kunida hozirgidek tortadigan bo'lsa, o'zi qotib qoladi. Uspet qilmay qolasiz. Keyin devor taxtaga nisbatan tezroq tortadi. Обязательно emulsiya uspet turishi kerak. Emulsiyasiz qilmaydi. Ispanjiyada o'zi. Chunki bitta odam tortib ketaversa, bitta odam shunday bo'lib ketaversa bo'ladi. Yozgi kunda shunday ishlaydi. Hozir aka keyin bularga emulsiyasiga matli emulsiya bergan yaxshimi yo poliglyansiya matli yaxshimi? Chunki emulsiya ishlab qolish uchun-da, ishlab qolish uchun tagidagidan bu narsada hech narsani yopolmaydi bu narsa. Tagidagi narsani chiqarib bo'ladi. Qancha oq bo'lsa o'zi shuncha tagidagi oqni chiqarib bo'ladi. Yopolmaydi glansli narsa. Ne aqa-baqa qilgin, aqa-baqa. Ha, unchalik emas. Tovlanadi. Ularlarda ishlatdik-ku buni ancha vaqt oldida ishlaydigan bo'lib qoldi. Russo firmasini Setus mahsuloti. Hozir bu yerga Setus Premium ko'rsatib beramiz. Setus o'zini 5 xil 6 xil bazasi bor. Hammasi tarkibiga qarab farq qiladi. Setus Pro, Setus Premium, Setus Silver, keyin oqi bor, Setus White degan. Mana shular bir-biridan farq ketaveradi. Bu o'sha обычный shol, ko'pchilik endi shol deb bilsa kerak menimcha. Xumsizatgacha deb maqsadlardan bo'ladi shu. Buni hozir mana ko'rishda o'zini bazaviy svetga urib qo'yganmiz. Hozir rangli svetda yana qanaqa chiqishini ko'rsatib beramiz buni. Buni ham istalgan joyga ursalar ham bo'laveradi. Fasadlarga ham dosh beradi, bemalol mo'yshinligi zo'r. Ha, masalan, ichkarilarda mayli urib bergandan keyin bemalol qanaqadir bir stress savlarga ursalar ham bo'laveradi. Hech qanaqa muammo chiqib yuvilib ketmaydi. Chidamliligi zo'r kuchli. Faqat yukkalab qo'yib beryapsiz, arizasini yo'qotgan yoki kimdir lakka qo'shib olyapti. Endi 10 kilo lakka masalan 3 kilo qo'shib ishlatsangiz bo'ladi yoki o'zini suv bilan lakka qo'shib suyitib ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni qanchalik darajada sizga zarur shunga qarab Lakka nisbatan chidamlisi ko'proq bo'ladi-ki. Lakka nisbatan chidamlisi ham ko'proq bo'ladi. Shunaqa. Endi baribir mayli perlamontli bo'lib chiroyligidan bo'ladi. Lakka o'zi endi oddiy bo'lib shunaqa. Keyin tarkibi ham tushgan nisbatan plotniyroq bo'ladi. Ancha pastda 2 baravar, 3 baravar shundan ko'ra plotniyroq. Shuna hisobiga barakaliroq ham chiqadi. Ishlatib bo'lib, idishiga suv solib qo'ysangiz, eritib tashlamaydi-da, turaveradi. Bir oy tursa ham eritib, mo'rtlashtirib tashlamaydi. Sinalgan hamma. Tarkib plotniyligini hisobiga shundan ko'ra bu oq yopish ham oson bo'ladi. Endi jinkichilish qaysi Yo'q, tomatni o'zgarmaydi. Qancha nima qilib uxlaysiz? Men turgan payt Shuncha bo'lish nima qilsalar deydi. Shuncha bittadan o'ynab turmaydi. Acıgapti, qarab qo'y.
o'zini ko'rsatmasdan urib, orikda urib, 8 qilganingizda, bunasi masalan dekorativ deyapti. Cho'tka o'sha qumsizni o'zidan olib olib cho'tkadan qasab tortilgan X va shpaklyoqga tortilgan stenaga gruntовка emulsiyadan keyingi o'sha qurigandan keyingi osonlar. Eng oson varianti. Juda aniq. Qumsizdan bu. Maktabda 7-sinf, 6-sinfda o'qiydigan bola ham qilib ketadi, nima? Oddiy kun. Mana. Har xil mana. Qo'l chiqiladi, devorga berilib. Bundan yaxshi faktlar chiqadi. Faqat qolmasligi kerak bitta. Iloji bo'lsa, bitta lampochka olib olish kerak, yonadigan qo'lga. Yorug'lik yaxshi bo'lsa. Mayda tresherlar bormi? Yo'q, tresher yo'q. 450 ming tashla. 500 ming. Bu Marshall deydi. Anosi eksport mat nechi pul? Eksport mat. 90 dollar chiqsa, 1 millionlar chiqsa 500 mingga 1 million. Lekin hayot O'zbekistonga 100 kvadrat yo'q. Bu bir kilosi 11 kvadrat beradi. 11 kvadrat esa 1 kilo. Atechentani tagida 1 metr tursangiz bo'ldi. Zato tagi mahkam bo'lib turadi. Devorda perpat qilsa ham bu ushlab turadi. Cho'zuvchi xususiyati bor. Mana aytyapti, silikon mat deydi. Bekorga nomi silikon emas. Devor treshina bo'lsa ham cho'ziladi. Shunaqa cho'ziladi. Lekin ekonomda solishtirsa qancha pul bir? Qimmatroqda 200 dollar keyin kutish kerak ozgina. Zato sifatli brend boshqagandan keyin oqilgan darajasi surtilgani bilan emas, quruq. Toza cho'tka bilan gulab ishlataman bilaman. Masal bor. Oqlagan quruq bosmas. Qancha tagidagi emotsiya zo'r bo'lsa, atechenda ham shunday to'g'ri chiqadi. Yengil bor. 1 kilosi 1 kvadrat. Yozgi kunida tezroq oladi. Qishki kunida salbiy. To'da bo'lib qolgan joyda ochib olsa bo'ladi mana. Подготовкасы bilan yo o'zimi. И модель chiqadi. Yo'q, bunaqa narsa. Assalomu alaykum ustakalar, hormaysizlar, charchamayapsizlarmi? Ustakalar, ijodni ko'ringsizlar. Militsiyada jismoniy mehnat yo'qda. Nima qo'yapti? Fantaziya qilish kerak. Ko'rdingizmi, odam sizga chiqib suv to'lib qoldi. Biz rasmga tushirib Assalomu alaykum ustakalar, hormaysizlar, charchamayapsizlarmi? Hamma tinchmi? Akalar, bitta ijodni ko'ringsizlar. O'ziga qo'yib. Ana shu joylarida hech chiqqanda tomirlar. Assalomu alaykum ustakalar, hormaysizlar, charchamayapsizlarmi? Hamma tinchmi? Ijodni ko'ringsizlar akalar.
Alaykum, hurmatli ustakalar, hormaysizlar, charchamayapsizlarmi? Xayrli kech hammaga. Biz bitta hozir ijodimizni tugatdik. 90% ish tugadi mana. Lisenkani tortdik, krishnalarini chizib, hali shkulkalarni qilganimiz yo'q. Endi hozir shkulkalarni qilib, bitta voskun surtib polirovka qilamiz. Xudo xolasa bitadi. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Bundan hali bizda 3 ta bor yana. Mana qolganini bolalar tayyorlayapti. Bo'ldi, boshlayveringizlar. Hozir videolarni qo'yamiz. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib, podpiska bo'lib qo'yamiz. Hali bundan zo'rlari oldinda. Rahmat hammaga, charchamaysizlar. Assalomu alaykum, aka. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, ustakalar, hormaysizlar, charchamaysizlarmi? Hamma tinchmi? Nima qilyapsiz, aka? Xudo xolasa mana 3 xil mahsulot. 3 xil mahsulot. Bu bizaniki, bu Farg'onaniki, bu Toshkentniki. Uchovini hozir mana abrez tayyorlayapman. Uchovidan abrez tayyorlayman. Endi uchovini ham o'ziga yarasha xususiyati bor. Hozir men o'zim shaxsan o'zimga interesli bo'ldi. O'zim uchovini surilishini, ishlashini bir boshdan ko'rib, tekshirib ko'rmoqchiman. Qaysini qanaqa xususiyati bor ekan. Bu yerda hammasi har xil mahsulot. Uchovi ham qumsiz atechenta, hammasini o'ziga yarasha teksturalari bor. O'shani o'zim uchun bir bilmoqchiman. Interesli bo'ldi. Feda bilan sporlashib qoldik. O'zim uchun interesli bo'ldi. O'shaning uchun hozir qilib sizlarga ko'rsatamiz. Videosini qo'yamiz keyin. Videosini qo'yamiz. Bitta podpiska tashlab qo'yaysizlar ustakalar. Assalomu alaykum. var, başkanı bakıyor, jamşidlar var ki, adı var, jamşid. Bunlar hiç kimsenin başını görmüyor. Böyle var. Assalomu alaykum, hurmatli ustakalar, hormaysizlar, charchamayapsizlarmi? Hamma tinchmi? Xudo xolasa mana yangi yildan keyin mana bolalarimiz teganini polностью shu joyida quyib, davetimizni topshirdi mana. Biz tegachimiz o'zi mana. Assalomu alaykum. Hamma hurmat ustakalar. Sovqat qoldi. Xonamizda sistem yo'q. Hammasini ko'rib tekshirib oldik, lekin ishlar zo'r. Biz bular bilan bir yilda beri ishlashamiz. Ishlar juda sifatli. O'sha O'zbekistonning 12 viloyati bo'yicha joyida quyib yopishtirib beradi tegalarni. Haqiqatan kачествоsi zo'r. Men profilimni aplikasiya qo'yaman.
kimda masalan shunaqa xizmatlar bo'lsa bemalol o'tib o'zlariga aloqaga chiqaverasizlar. Bu obyektimizni endi xudo xohlasa qurgandan keyin bir boshdan ijodni boshlaymiz. Juda boshqacha stilda qilganmiz. Xonalarimizni ham bir ko'rsating qanaqadir. Korobka edi, korobka holatdan olib turib mana shu holatga keltirdik. Endi turlash, bo'yash ishlarini qilib, illyustratorlar bilan qo'yib, chiroyli qilib topshiramiz uydagilarga. Eski olib qo'yingizlar, bundan zo'rlar oldinda. Rahmat hammaga charchamayinglar. Saman oddiga yor bo'layin, chorvoqchanga yor gul bo'layin. Saman oddiga yor bo'layin, chorvoqchanga yor gul bo'layin. Odam bo'lsa yor bo'layin, olsang bergin bilagisi kimni. Odam bo'lsa yor bo'layin, olsang bergin bilagisi kimni. Dertdir ne musibet ne beladır çekirem. Üzülür ümidlerim tek ecele göz dikirem. Bizim eşk bahçamızın gülleri soldu ebedi. Açmayır gözlerimin yaşını her gün tökürem. Bakıram cavanlara hamı gülür hamı danışır. Doğrudan maraqlıdır hayat kaynayıp karışır. Ama mən cavanlığımı sevgime qurban verirəm. Qara saçlar ağarır, bel bükülür, üz qırışır.
Assalomu alaykum, hurmatli ustakalar, hormaysizlar, charchamayapsizlarmi? Hammani o'tgan yangi yil bilan tabriklayman yana bir bor. Xudo xolasa mana biz bugundan ishni boshladik. Xudo xolasa mana tovarlarimizni ham hammasini olib kelib qo'ydik. Yangi mahsulotlarimizni ishlatib, sinovdan o'tkazib, hammasini ko'rib, tekshirib, mana abrajistlarni ham chiqarib qo'yganmiz. Endi sekin xudo xolasa mana abrajistlarni ham chiqarib qo'yganmiz. Ishlashga ham oson. Blisklari, kачествоsi juda yaxshi. Sifati zo'r. Mana. Har xil fasonda qilsangiz bo'ladi. Ustani o'ziga bog'liq bu. Xohlagan fasonda tez chiqadi. Unaqa odamni qiynamaydi. Qumli, qumsiz hamma variantdan bor. Xudo xolasa 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. Mana shunaqa dekorativniy narsalar dekorativ narsalar sotadigan akalar, ukalar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsa, xudo xolasa optim narxlarda, dilerskiy narxlarda chiqarib beramiz. Keyin 12 ta viloyatga ham dastavkamiz, besplatniy dastavkamiz 12 ta viloyatga. Xudo xolasa o'zimizning Buxorodagi filialimizga ham, Xorazmga ham, Umid Shogirdning do'koniga ham hammasiga ertandan xudo xolasa yetkazamiz. Mana yangi mahsulotni bir ishlatib, sinab ko'ringsizlar. Men o'zim sinovdan o'tkazdim. Haqiqatan zo'r, kачествоsi ham zo'r, ishlanishi ham oson. Hamma mahsulotdan bor akalar. Yetkazib berish besplatniy. 12 ta viloyatga dastavka bor. Aloqaga chiqasizlar. Aziz dekor. Bosingizlar ustakalar.